Hurmatli kanalimizni kuzatib o'tirganingiz do'stlar, bugun bir ko'chmas mulkni tanishtirib o'tamiz. Xudo xolosa, Urganch City'ga keldik. Podizimizda 3-qavatda bu domimiz o'zi 5 qavat ekan. Shuni 3-qavatida 2 xonali korobka holatida turibdi. 1, 2, 3 xo'jalik bo'ladi ekan. Podizimizda har bir podizda 3 xo'jalik bo'ladi ekan. 60 kvadratda ekan. Yurtdoshlar, bismillahirrohmanirrohim deb girsak, yurtning ozgina korobka holatida stechkalarimiz qilingan, montajlar qilingan. Bedatadon ish qilingan ish. So'ng otopleniyani turbalari o'tgan, otopleniyamiz sentralniy otopleniya bo'ladi ekan bu yerda yurtdoshlar. Hamma narsa gaz, svet, so'lani shotchiklari o'rnatilgan. Bu yerimizda yana shotchiklar hamma ishga o'rnatilgan. Bu yerimiz ayollarimiz uchun oshxonamiz, bu yerimizda открытый balkonimiz ham bor yurtdoshlar. Urganch City'ning eng mozzi yeri bu yer. Aziz yurtdoshlar, bog'chani dik yonidadir. Yonida bu eshiklarimiz girgandan, xudo xolosa, bu yonimizda spalniyamiz endi. Stechkalar ajoyib, hamma narsasi ajoyib yurtdoshlar. Yurtdan ozgina. Bu yonimiz bir xonasi. Yana mehmonxonasi bu yonim. Beramiz aziz yurtdoshlar. Bog'cha dedik, bog'chani sizlar shu yerda ko'rsatib beracakman, lokatsiyasini ko'rsatacakman. Yana yurtdan bu yonimizda bog'cha, hamma narsa qulay yerda joylashgan. Ana bu yonimizda sentralniy yo'l ham o'tib turibdi. Yurtdoshlar, bemalol telefonlarni kutaverasizlar. Lokatsiyasi zo'r yerda joylashgan. Joymasizlar, xudo xolasa. Narx ekranda yoziladi. Telefonlaringizni kutib qolamiz aziz yurtdoshlar.